Xullas, men gapirganimga quloqlaringizga lag'monda ildirib olinglar. Tushundingizlarmi? Men boshqa gapirmayman. Meni eng yomon ko'rgan odatim bitta gapni 2 marta qaytarish, 2 marta qaytarish, 1 marta qaytarishni yomon ko'raman. Ha, hozir 1 minut. Alo. Dadasi, uyga qaytmasangiz bo'lmaydi. Nima qildi? Bola yaxshimi? Bolaga nima qildi? Bola yaxshi. Dugonam meni xiyonat qilib tashlab ketdi. Siz ham meni tashlab ketasiz, qo'rqib o'tiraman. Nima? Dugonamni eri? Nega siqilasan? Dugonang siqilsin. Bo'pti, men eshitaman. Alo. O'xshamadi. Menga qarang, gaplashib bo'ldingizmi? Siz judalarda ko'p telefonda gaplashasiz. Ha, bo'shadim. Mana $49 bagimalarni joylashtirib qo'ying-da. Nima? Voy, shunaqa sifatli narsalar $49 mi? Bagima nonel 2 da faqat shunaqa sifatli narsalar bor. Odamlar mazza qilsin. Hozir yes qilamiz. Uzr. Alo. Alo dadasi. Tez uyga kelib ketmasangiz bo'lmaydi. O'g'lishchi dadamda vapshi tinmayapti. O'rdoqmayapman. Yig'lagan yo'q-ku, ovoz chiqmayapti. Yo'q, rost gapiryapman. Vapshi baqirchaq qilib hamma joyi boshiga ko'tarib tashladi. Qo'shnilar derazani taqilab chiqdi, nima bo'lyapti deb. Dadam deb rosa sog'inyapti. Men telefonni berchi. O'g'lim, Muhammadjon, dadang kerak-a senga? Kerakmi dadang? Sog'indim deb ber, o'g'lim. Dadangga sog'indim deb ber. Yo'q, kerak emas. Umid aka, tezlashing. Xo'p. Kim o siz Umid aka deyotgan? Kim deyapman? Ye? Alo. Ye? Oppa. Alo. Kim siz Umid aka deyapti? Xiyonat qilib yuribsizmi hal menga? Nega baqirasan, u sotuvchi qiz. Undan ko'ra mana $49 bagimalar kelgan. Olib ber desang olib beraman. Hech qanaqa bagimingiz kerak emas. Uyga kelib turib, menga ayting, kim siz Umid aka dedi? Kim u o'ynashingiz? Ayting menga. Bo'pti. Shu telefon qilsa yuragim og'riydigan bo'lib qoldi-da. Alo. Umid aka, menga qarang. Shuncha bola tug'dim. Meni qadrim yo'qmi? Sizga uyda bittasi kamlik qilyaptimi? Oldin menga erlik qiling, keyin boshqasiga qilasiz, tushundingizmi? Hali bittasini eplolmasang, 10tasiga xotinlar erlik. Umid aka, yaqinlar. Alo, gapiring, gapiring. Oldingizga xotinlar kim? Voy,